Assalomu alaykum. Muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2025 Xudo xohlasa inshaalloh. Bugun tushda 18-mart. Mana bugun ertalab endi quyosh bo'lmasa endi tepaga chiqyapti. Soat 8 bo'lgani yo'q. Ertalabdan bismillah deb ish boshladik. Bugun xudo xolasa 37 tonna biyagamiz topshirishimiz kerak. Opchiq hisobda 3 ta tochkadan. Har kun biyagamiz topshirilyapti. Endi 10 tonna, 12 tonna, 15 tonna, 18 tonna bu topshirilyapti. Bugun xudo xolasa 37 tonna biyagamiz topshirilishi kerak. 4 ta joydan tochkadan biyagamiz chiqyapti. O'zimga qulay bo'lgani, yaqin bo'lgan atrofdan olib, shaxsan o'zim begamizda topshirib shogirdlar yukini o'zim beryapman akalar. Xudo xolasa bu joyda video qildik. O'tgan safar ham 20 tonna begamiz ortib ketganmiz. Bugun menga qulay bo'lgani uchun birinchi yerdan yuk ortyapman. Mana akalar begamizni qanday saqlasa bo'ladi. Mana cho'lchang bilasizlar mana. Ne osonroq joydan olayım. Mana nasos kachalka suvga bo'ladimi deydi. Kachalkada bo'ladi, xorazmmi, buxorami, farqi lupa joyda bo'ladi akalar. Teparoqdan qulay joydan olayim. Bismillah. Hali endi chiqyapti aka. Ko'ryapmi qo'lim? Yangi go'ng deganim endi hali yeyilmagan go'ngga cho'lchaklar o'tib, semiz bo'lib, qarang. Semiz bo'lib o'tyapti. Yangi go'ng mana. Bundan bo'lib turganiga sizlar ko'rinishi mumkin. Xo'p, akalar, nima gaplar, nima yangiliklar desak? Nima gaplar, nima yangiliklar desak, xabarlaring bor. 2024 13-fevralda prezidentimiz qarori chiqqan. Qarorga asosan begamiz paxta dalalariga berilsin deyilgan. Va o'sha paxta dalalariga berilishligi uchun bizlar shartnoma olganmiz. Akalar, Rossiyada bo'lsangiz, beraktorimiz bor. Tutunishni beraktor sotib olasiz. 2 kvadrat, misol uchun biz chuvalchang taylasak 20 kvadratlik beraktor sotib olasiz. Kelganingizda $2000 uchun $2000 bersangiz, siz to 6 oyda kelganingiz uchun 60 million so'mlik chuvalchang tayyorlab qo'yamiz biz. Keyin siz olasizda 200 kvadratga yo'yasiz. Aka, bu nechiga nechi beraktor? Bittasi 100 kvadrat, to'g'rimi? Kakkiris mana qarang, mana shu yerdan to mana oxirigacha 25 metr. Endi 4 metr. Bu 4 metrdan 50 yo'q. 4 metr. Narigisi ham 25 ga 4 metr. U 100 kvadrat, bu 100 kvadrat. 200 kvadrat joy mana. 200 kvadrat joyda xuddi mana shunday joyga chuvalchang biznesini boshlaysiz. Aslida 8 kvadrat ko'rsangiz, mana uni bittasini sal nariroqdan, misol uchun 8 kvadratingiz $2000 bo'ladi. Olib, misol uchun boshlashingiz mumkin. Hozir boshlasangiz. Siz musofirda bo'lsangiz, to kelganingizcha aka 200 kvadrat bo'ladi. Biz sizga o'sha 200 kvadrat chuvalchang beramiz. Bizga nima foyda bo'ladi? Begamiz foyda bo'ladi, qilgan mehnatimizga pul olamiz, bo'ldi. Olaman desangiz, kvadrat chuvalchang 3 million so'm akalar. Odamlar gapiradi-ku, hammani og'zi o'ziniki, tili o'ziniki, xohlaganda gapiraveradi. Molda zot bor, kuchugida zot bor, odamda mana odam hammadan bir bitta odam atodan yana yaralgan. Unga mesela prosta mana har xil inov bor-ku. Bizda misol uchun tojik, o'zbek, turkman deydi. Lekin hammamiz bir. Bunda yana kommentlarga hech negativ topolmay, shunda negativ topolmaylar. Xuddi shunday bunda ham zot bor akalar. Kuchida zot bor, mana alabay misol uchun. Xuddi shunday zot bor. Chuvalchangda ham zot bor. O'zbekistonda 4 xilda chuvalchang bor. Gibrid bor, Starless bor, Местный bor, Kaliforniya chuvalchangi bor. Bu narsani juda ko'p marotaba biz isbotlab berganmiz. Videolari bor. Kimgadir isbot kerak bo'lsa, Telegramdan yozsa, isbotini tashib beramiz.
Agar shu biznesga misol uchun yangidan qiziqadigan bo'lsa, uyingizda misol eng kam pul qancha bilan boshlayman? Men o'sha 17 million hozir firmaga misol uchun 17 millionlik kreditlar kelgan. Xohlasalaring misol uchun 17 million, 34 millionlik. O'shanga shartnoma qilsalaring bo'ladi. Xohlasalaring menga kredit kerak emas, men qo'limda misol uchun eng kam pul necha pul bilan boshlasam bo'ladizlar? Eng kam pul 4 million bilan boshlasang bo'ladi. Bir mashina pora olasizlar, 1 kvadrat joyga olasizlar, sekin 2 metrga 5 metr joyga boshlaysizlar. Sekin ko'payadi. 1,5 kvadrat edi aka. Ismoilbekga turingda bir bizdan intervyu olay. Keyin baqa, intervyu olay. Qochmang. Mana qaranglar, men bu elangan bir reaktorda men bu yerda go'ng bo'lgan, go'ng tashlagan bo'lgan, sveji go'ngga tashlab ketyapti. Keyin qani? Ko'rmisiz? Yana bir marta somlashaylik kamerada. Aka, Rossiyada bo'lgansiz, to'g'rimi? Olgan paytingiz? Ha? Yoqtiring, bemalol. Aha. Necha kvadrat olgansiz? 1,5 kvadrat. Nech qaysi xonada bo'lgan? Birdami, ikkimi? Mana bu xonaga. Birinchi xonasiga edi. Chunki birinchisini o'zim olib berganman-da. Shunday ham. Bir yangi ma'rada o'ldirib qo'ydi. Go'ng sveji go'ng bilan. Keyin yana qaytib tiklab. Aka, rozimisiz? Ha? Hali bu qaralmagan holat. To'g'rimi? Qaralmagan. Araga. Qancha vaqtlar qaralmay qo'ygan? Bir 2 oymi, anasini oziqasini bera olmay qoldik. Bu misol hozir qaranglar, mana bu ikkita reaktordan ikkita ishlab bo'lgan baland, hozir 50 sm baland. Bu yo 80 bo'lardimi? Shuni 60dan o'tardi-da, xullas 60dan o'tardi. 2 oy bo'lsa ham 80 ga boradi. Hozir ham o'rtalari 60 bo'lyapti. Chuqur bunisi ko'p bundan. Bundan ha? Aka, o'sha 1,5 kvadrat bilan shuncha darajaga yetganiga rozimisiz? 2 marta rozi. Ha? Rozi. Ana, qanchalar go'ng oldingiz? Necha moshinmi? Ha, yangam yozmagan? Yo'q, yozilmagan, hisob kitobi qilinmagan. Olib ketib to'kib berilgan. Bittasiga bir talifga qancha ketadi? Bir mashina ketadi. Bittasiga bir mashin ketadi. Bir mashin ketadi. Bir mashin katta. 53 ha? 53 bilan to'ldirib. O'zlaring ortasizlar 53 o'ldirib o'rtasizlar, biz zattaring. Shunday. Endi bu degani bu kichkina zilda ikkitadan ziyodda. Ikkitasi bir kanal bilan, kanal bilan. Rozimiz xullas? Rozi. Bo'ldi, rozi bo'lsangiz bo'ldi. Mana shogirdlarimiz rozi, Xudoga shukr. Mana. Qaranglar. Tepaga ham o'rtalar. Farhod, sen ham tushding. Endi buni qanday saqlab turibdi? Mana elangan, ko'rasizlarmi? Ustini kilonka bilan yopgan. Elangan buyoq olmisdi. Ustini kilonka bilan yopib ustini yopib, o'sha namlikda ushlab turibdi. Chunki arada biz ishlamay qoldik, bu yerdan bir mo'masimi, kimdir o'tib qoldi arada. Ta'ziyada bo'ldi bir 3-4 kun. Xullas shunga to'xtatib qo'ydik, bu yerda to'xtatib qo'yib, qolgan joylarni berdik. Shunaqa akalar, shu biznesni qilaman desalaring, yurakda bo'lsa, qilish niyati bo'lsa, mana qaranglar, mana bu ham yopib turadi, mana bu ham elangan, tayyor buyog'imiz. Mana ustini kilonka bilan yopib qo'ygan. Ustidan yomg'ir yoqqan, namlik o'tib ketmagan. Quyosh chiqqan, hech narsa qilmagan. Xullas, ustini kilonka bilan yopgan. Sezibsizlarmi? Men nam yo'q. Ustida kilonka turuvdi. O'z kilonkadan suv tushdi. Xudo xolasa mana o'zimiz ko'ngildan olib borib berib, shu biznesni qilsalaring, oddiy 200 so'mga olingan go'ng buyog'imizga aylangandan keyin eng kami 1,5 ming soting, o'lib qolganda hozir mana shu yer hozir o'tirgan uyidan hozir bunday o'rtacha hisoblasa taxminan 1500 1000 narx chiqqan yo'q. Holat chunki meni firmamni shoti ochilgani yo'q. Pul tushyapti, hozir shotim ochilgani yo'q. Shotim ochilishiga ozgina qoldi. Xudo xolasa shotni ochishga harakat qilyapmiz. Mana hozir men hali pul berganim yo'q. Bu yoqqa bir-birimizga ishonamiz. Xudoga shukr, hamma shogird ishonadi. Bir-birimizga pul berganimiz yo'q hali. Xudo xolasa nasib bo'lsa shot ochilgandan birdan lukka pul oladi. Eng kami misol uchun hozir shu yerdan o'rta hisobda 110 tonna, 100 tonna chiqsa ham 150 million bor-da. 4,5 millionga olingan chuvalchang. Boring mayli xabar 30 millionga go'ng oldi desak, go'ngni necha puldan olyapsiz Elin aka? To'g'rimi? Ha. 600 ming, 700 ming. Zildan tashqarimi, zil bilanmi? Ha? Zildan tashqarimi, zil bilanmi? Zildan tashqari 600 ming, kelishi 100 ming keladi. Endi sizlar o'zlaringa bo'lgani uchun arzonroq mahallaniki, ha. O'zlab shu ber qishloq joy bo'lganligi uchun, she'rdan olgani uchun 700 mingga tushib kelyapti. Bizda bundan eski 1 million 100 million 200 mingga o'tib ketadi. 700 mingdan bo'lsa ham 20 mashinlar berganmisiz? 20 mashin. Yo 30 mashin. Ko'p ketgan bizga. 30 lar bormi? 30 mashina desangiz ham 1 milliondan hisoblasangiz ham 30 million. 35 million, 50 millionga olingan narsa 100 tonna buyog'imiz chiqarsa 100 million so'm bor mana.